Anal комиссия işe başlanabilir. Rahmet. Ural rahmet. Kimdeki azat sanatında prezidyumga oturtuğa karşı mandatları götürelim. Kimdeki karşı? Kimler bir taraf oldu? Elektorat. Итепler комиссия антарда келтіреді. Екінші кандидатура. Мұхтаров Тимур. Әгерден өңке болғанда ана микрофон отырып тұрған, онда бір председатель, или бір екі председатель. Кімдегі Мұхтаров Тимурды бүгінгі тұрдың төріне отырдырға риза мандаттарыңды көтеруге көреді. Кімдегі Мұхтаров Тимурды бүгінгі тұрдың төріне отыртуға қарсы мандаттарға да көтереді. Rahmet. Kimdeki bir taraf mandatları götürdü. Итеплеу комиссияны мәгълүматтарды келтіргенсіз, сабыр күтіру әлеге құрылтайдың уақыты бекіп қалды. Бинада үш органдар хайлапты, шан кері қайтады, жарайды? Контролда біреккен өтейді. Олай болса, әйдегі башқа президент мақсаларында хайлап өтейік. Әгер де көптен қарап ойынса, Тимур Мұхтаров мен Ата Саймановтың кандидатураны хайлаған екен. Құрметті делегаттар. Мақсаларында хайлап өтейік.
Башкорт яшьләренең беренче курултайы секретариатына тәкъдим ителә. Валиев бин тагы да бер Hürmetli teyzeler, eğer yerine hala bir tek Kurttan hayırlıyan para koyulsa, Azat Sarnar, Timur Muhtar, Prejmide oturan deyişler. Kurttan başka konu masalarım Ural, hepini aşı yıldan kurda ihtiram eden mi yok mu? İhtiram eden, ihtiram etkesin Türk'tür, sabır edin. Hana oldu, sabır edin. Bence abi, eğer mesela bir gerçekten Ural deytey, şu meselene kalmıyor, değil mi? Ural, Türk'tür, sabır edin. Ural, sabır edin. Hem takdiminde indirdi. Tavuş birilgen kuydu. Kütüptür. Hana bak kelimeler sıfırlar değil mi? Sekretariat. Valiyev Binyel, Usmanov İldar, Usabayev İlmir, Gubaydullina Zila, Vahitova Şevre. Kimde kim? Şu ko'rsatilgan kandidaturalarni sekretariatga loyiqli deb hisoblay, mandatlarga ko'targa bo'ladi. Kim qarshi? Ko'pchilik mandat komissiyasi Sultanova Gulfina Damirqizova, Ahmetov Ural, Bulatova Yuliya, Islamg'ulova Rasila, Agzamova Gulnur. Kimda kim ko'rsatilgan kandidaturalarni mandat komissiyasiga loyiqli deb hisoblay, mandatlarga ko'targa satradi. Kimdir qarshi? Bu rahmat, ko'pchilik bilan mandat komissiyasi aniqlandi. Hisob komissiyasiga taqdim etiladi. Galiyeva Gulnaz, Nig'amanov Artur, Rahmangulova Zulfiya, Hafizova Aygul, Sabitova Rushaniya, Xujahmetova Aygul, Takalov Ilgiz, Ishig'ulov Dinar Sag'adiyeva. Kimda kim hisob komissiyasiga ko'rsatilgan kandidaturalarga loyiqli deb hisoblay, mandatlarga ko'targa chaqiradi. Kim qarshi? Rahmat. Bugungi konferensiyaning ish hujjatlari bo'yicha yumg'oqlov dokumentlari qabul etuv bo'lishi turadi. Dokument proyektlari ustida ishlash uchun 12 kishilik redaksiya komissiyasi tuzilgan taqdim etiladi. Uning sostavi: Yenikeyev Arsen, rais; Luqmanov Timur, Yusupov Yo'ldash, Sultanmuratov Ilgiz, Buranshin Azamat, Tyumentseva Valeriya, Ahmedshin Fanzil, Buyukqulov Rifat, Malikov Fawzil, Rahmatov Ramil, Kelsimbayev Ural. Kimda kim o'sha redaksiya komissiyasi bilan o'sha ko'rsatilgan kandidaturalarga ыңғай qaray, mandatlarni ko'taruvga qaraydi. Kim qarshi? Qarshilar yo'q. Rahmat. Yoshlar qurultayi boshlanir oldidan hisoblovlar kelib yetmadi. Shunga ko'ra mandat komissiyasi raisi Sultanova Gulfina Damirqizova tinglab o'tirgan degan tilak bor. Kimdir o'sha taqdim bilan rizo mandatlarga ko'tariladi. Rahmat. Bu mandat komissiyasi raisi Sultanova Gulfina Damirqizova beriladi.